Qiz. Senga savol nima uchun berish kerak? Savol. Xo'sh. Yerim yetibsan. Bugun mana Fazlibek, menejer, siz bilan bir 20 ta 30 ta video qilganmiz, ana shu Beystun Buxoro saloniga. Shu Beystun ochilgandan oldin shu video qilamiz, shu aytamiz. Faqat mashinning yaxshiligini aytib hamma podkast qiladi-da. Misol uchun reklamalarga ham bizning mashinamiz zo'r, bizning mashinamiz ajoyib. Savol birinchisi, bugun dangal gaplashamiz. Albatta aka. Shu ana 512 modeli puliga arziydi. Xo'p. 212 modelimiz aka albatta pulga arziydi. Tafsilotlarni ayting, nimasi uchun arziydi? Xo'sh. Birinchidan aka mashinamiz ana offroadga mo'ljallangan. Bu degani bizga hech qanaqa misol yo'l tugaganda buni yo'li boshlanadi. Bu fraza bu aka, bu mashina tank prosta. Hozir misol uchun bemalol siz harakat davomida bir vaqtni o'zida aka umuman yo'lni ham kontrol qilib ketaverasiz. Yokida mashina sizga moslashadi. Harakat vaqtida podveskalari juda ham yumshoq bo'ladi. Keyin tog'da, har qanaqa yo'lda ham mashina o'zini juda ham yaxshi tutib beradi. Misol uchun mashina 11 xil rejimi bor. 4 ta balonda harakatlanadi. Xohlang oldin, xohlang orqa. Undan tashqari aka mashinamizda har bitta balonni alohida blokirovka funksiyalari ham bor. Bu degani, misol uchun siz har qanaqa yo'lda yurisiz baribir, misol mashinamizni bitta balonni botib qoldi loyiga. Endi o'sha blokirovkani bosib turib, shu balondagi kuchni boshqa 3 ta balonga tarqatib yuboradi. Shuning evaziga sizga ancha chiqish osonlashadi. Xullas, yo'l tanlamaydi, zo'r yuriydi. Albatta. Mashinaning funksiyalari zo'r. Qaysi salon qismi mana yaxshi o'tirimiz tushiradi. Benzin tanlaydimi yo'q motor? Xo'p, aynan 212 mashinamizning motori inja motor emas. Bu bizaga benzin bilan birgalikda aka, misol uchun gaz ustanovka qilmoqchi bo'lsangiz, ochig'ini aytamiz mana, ochig'ini aytamiz, mashinaning rasxodi aka 12-13 litr rasxod qiladi. Shu gavdaga. Ha, albatta. Ya'ni haydashingizga ham bog'liq, chunki bu gavdasi aka, bilasiz, bu gavdasi kichkina emas. Kuzov yengil emas aka. Mashinamiz 4 ta balonda harakatlanadi. Benzin rasxodi 12, boring 15 litr rasxod qiladi aka. Endi gaz ustanovka qilaman desangiz, bemalol xohlang metan ustanovka qilsangiz ham bo'ladi. Metanga ham yuradi. Albatta, motor injiq emas aka, benzin tanlamaydi. Motor 2 turbina adashmasa. 2 turbina 238 ot kuchi bo'ladi. Ko'pchilikka bir xil fraza bor, turbina motoriga gaz ustanovka qilsang turbinasi ketadi deydi. Xuddi shunday. Endi avvalambor motoriga ham bog'liq aka. MPI motor bor, GDI motor bor. Shuning uchun ham motoriga qarab turib ular ustanovka qilib beradi. Avvalambor. Ustanovka bo'lmasmi? Albatta. Bemalol kelsalar, servisimiz o'zidan. Xo'p, bu oilaviy yo'li minsa ham bo'ladi, zinash ustanovka qilsa bo'ladi, yo'l tanlamaydi zo'r. Shunday. Endi uchinchi savol. Shu avtomashina tog'li hududga yo offroad holatga ketibdi, o'zidan o'zi o'chib qoldi yoki qanaqandir nosozlik bo'ldi. Endi a'lo texnika. Hech kim bunga katalik keta olmaydi. Xudo yaratgan narsa faqat bu dunyoga abadiy buzilmasligi mumkin-da. Odamzod yaratgan texnika liboyi buziladi. Bu aniq narsa. Men degan shu kuchli kompaniya Mercedes BMW uchun ularniki ham buziladi. Buzilib o'chib qoldi. Ana hozir 0 holatga o'tiramiz, xuddi ana 0 holatga tushdi. Nima qilish mumkin? Endi qarang aka, men sizni to'g'ri tushundim. Endi savolingizga. Bunga chunki neytralka bormi yo'qmi qayb bilmayman. Скоростной robot misol uchun mexanika mashina bo'lsa, ketkazib nimalardirlar qiladi. Buni holatiga qanday qiladi? Aka, mashinamizni korobka qismiga kelsak, mashinamizning korobka qismi avtomat korobka bo'ladi. 8 pog'onalik. Mana aka, skorost agar mashina yonadigan daraja, misol mashina zavod bo'lmasa ham, monitor yonsa o'zi bo'ldi, neytralga o'tkazib turib, bemalol musavat qilasizmi, haydab, itarib ketsa bo'ladi. Agar siz aytayotgan bo'yicha, mashina umuman shu monitori ham, umuman skorost ham yo'q, 0 holatga tushib qolsa, 0 holatda tushsa aka, men hozir siz 212 salon, misol uchun ofitsial salon. 12 ta viloyatda servis xizmatimiz bor. Siz qaysi joyda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizga eng yaqin bo'lgan servisimizni yo'naltiramiz va ular O'zbekistonni liboy joyga borib shu boradi o'sha servislar. Albatta, 12 ta viloyatida bor. Sizga yaqin bo'lgan servisni yo'naltiramiz sizga. Ular o'zi borib, положениyangizni o'rganib, shunga qarab sizga yordam beradi aka. Sizdan ham yo'l yoqmay ekanda? Albatta, umuman yo'l yoqmaysiz aka. Bu tomonlama. Endi har tomonlama sizni ham tushundim. Baribir. Endi mashina oladigan odam nima deydi? Mol sotsang aybini aytib turadi. Har bir narsani faqat yaxshilik tomonini aytib bersak, hurmatli kuzatuvchilar, uni yomon tomonini ham bilish kerak. Ana shu avtomashinaning narxi qancha? Mashinamiz narxi 544 million. 544 million so'm. 544 million so'mlik avtomashina xarid qilmoqchi bo'lsangiz,
Bestun Buxoroga kelasiz, ana dangalaydi shu inson. Ochig'ini aytamiz. Bu ichib qolsalar, hub durum bo'lmay o'chib qolsalar, 12 ta Buxoro, O'zbekistonni xullas biron yoqqa qolib ketmaydi. Yo'q. Любой joyga topib boriladi. Topib borib olib kelasiz. Albatta. Endi kelsalar yana ham bir biz o'zimiz mana bu yoqda Buxoro avtosalonida, Bestun Buxoro 212 avtosalonida kelsalar, biz har bitta mashinani o'zlariga ma'qul kelganini biz polniy konsultatsiyasini beramiz o'zimiz. Konsultatsiyasi bor. Har qanday положениyalarga, misol uchun qanday harakatlanadi mashinamiz. Endi umuman olib qarasak, 212 modeli hozir shu ko'pchilik o'tirsa, "Voy, samolyot, uni funksiyasi ko'p-da." Shuni. Vot. Yo'q, hammasi oddiy mana shu yerda chiqarib qo'ygan, ekranni o'ziga bermaganda, alohida richak knopkalar bergan, tushunarli bo'lishi uchun. Shunday bemalol kelsalar konsultatsiyalarni beramiz, servis garantiyalari bilan, bonuslari bilan chiroyli qilib beramiz aka. Gap masalasi yo'q. Demak, hurmatli do'stlar, mana Fazlibek do'stimiz bor yo'q haqiqat aytdi, 100% konsultatsiya, yana kelib olaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilavering. Agar lokatsiyasi qiziq bo'lsa, Buxoro mashina bozorining ro'barasida Bestun avtosaloniga kirib, bemalol ana shu konsultatsiyasini olib, avtomashinani ko'rib ketishlari ham mumkin. Olmasalar ham bir kelib tomosha qilib ketinglar. Kimga qiziq bo'lsa, shu savollaringizga agar qisman bo'lsa ham javob topib bergan bo'lsak, hammalaringizga rahmat. Ana shu salonga kelaverasiz. Agar yana qanaqandir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Hammalaringizga rahmat. Kunlaringiz xayrli va barakatli o'tsin. Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Xo'p.